يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kardeşler, bugünkü müminlerge nida dersimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'nin Sure Hucurat Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasiqun bineba'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaleh fetusbihu ala ma fa'altum nadimin degan bu sözünü buludu. Aziz kardeşler, bu ayet bizge bir kanunni yoki her bir kişi bunun asaslanması bulmaydigan, asaslanışı en mühim bo'lgan bir prinsipni bekitib turadi. O prinsip iniqlan, tekshiruv degandan iborat. Bu ayet şu kadar bugünkü Müslümanlarning realligiga, bugünkü insanlarning realligiga munosabatlik ki her bir ailede bu ayetning yezilishi, işxonalarga yezilishi ve her qanday mühim urullarga yezilishi mühim bo'lgan bir ayetning birisi bu, aziz birodarlar. Şuna bir kısım ulamalar bu ayetni çokum yezip onu isip qo'yish kerak. Bu Müslümanға ko'zidan yiroqlashsa bo'lmaydigan, Müslümanning zihnidan unutilib qolsa bo'lmaydigan, davomliq Müslüman mushuning ostida, mushu oyatninki ta'siri bilan yashash kerak deb bayon qilgan aziz birodarlar. Çünkü biz bugün bir uçur devrede yaşayotganlik aziz birodarlar. Bugünkü dünyada her bir insanın kolunda dünyadaki bo'layotgan ishlardan xabar tepib turadigan, onu anlab, ko'rib turadigan bir narsalar bor. Masalan, her bir adamning qo'lida telefon bor, uylarida televizor bor, kompyuter bor, internet bor ve onundan başka her xil axborot kanalları, axborot urulları var. Dünyadaki her bir devlet, yoki cemiyetler, teşkilatlar, hatta küçük bir sahama hemmisi bugünkü günde özünün demekçe bo'lganini dunyoga anlata oladi. Bildira oladi. Hatta bugün ilim setim bazarlarının ko'pinchisi internet orqali bo'lyapti. İlim setimning ko'pinchisi internet orqali bo'lyapti. Satmoqchi bo'lgan mallar, uning bahası, uning sifati hammasi mana dunyoga yeyilyapti birodarlar. Agar biz bu xohlasak qo'limizdagi telefon orqali dunyoga nima demoqchi bo'lsak deya olamiz. Dardimiz bo'lsa to'ka olamiz. G'azabimiz bo'lsa boshqalar haqida onu yetkiza olamiz. Yazmalarımız orqali yezib uçturup taqta olaymiz. Mush qadar bir uçturlashgan bir davrda yashayotganlik aziz birodarlar. İnsan bir narsaga hukm chiqarmoqchi bo'lsa, yo bir narsani sifatlamoqchi bo'lsa, oldi bilan uni bilishi kerak. Hamda bugun insonga ma'lumot nereden keladi? Ma'lumotini nereden oladi? İnsan köge yerden alırdı malumatını. Ya da anladığından alırdı malumatını. Ben falanı
kişiden mundaq söz anlagan, ya pukuni kitapdan mundaq kögen, ya pustani axbarat vasıtalarıdan, ya ki mundaq haber kanallarıdan ben munda dep kögen idim degandek mushununga asoslanib turib gap qiladi, hukm chiqardi aziz birodarlar. Hatta bugün bu axbaratchilik dünyadaki her qaysi kuchlarning o'zini mudofaa qilish, o'zini boshqalarga yaxshi ko'rsatish, o'zining maydonini oqlash yoki maydonini tushuntirishdagi eng muhim qurollarning birisi bo'lib qolgan. Bugun dunyoda kim shu nimada ushur axborotda ustun bo'lsa, uning dunyodagi so'zi, dunyodagi o'rni ustun. Dunyo uni tunuydi, dunyo uni tushunadi. Mana shunday bir davrda yashayotganmiz biz. Bu axborotlarning, xabarlarning, bizga yetgan ushurlarning hammasi rost bo'lgan yerdan chiqishi mumkin, yolg'on bo'lgan yerdan chiqishi mumkin aziz birodarlar. Uning ko'pinchisi tağutning qo'lida, zolimning qo'lida, kafirning qo'lida, Yahud Hristiyanning qo'lida, kommunistning qo'lida ve shuningga xizmat qilayotgan har turli yaloqchilarning qo'lida bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bizga keladigan xabarlar bu. Biz musulmonlar ana shu xabarlarni anglaymiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu oyat-i karima orqali musulmonning uyingizga, ishxonangizga, ish o'rningizga, har yerga bu aniqlang, tekshiring degan bu xil qonun prinsipini bekitish orqali Müslümanların oturuştaki parçalanish, bölünüş ve kişiler oturuştaki öç adavet, bir-biriga xata hukm qilish, xata gumon qilish yoki xata uningga ish qilishdan saqlash, tinch, inoq, muqim, adolat hukm surgan bir oila, jamiyat barpo qilish ve kişilerini haqiqiy xotirjamlikka erishtirishdan iborat. Mana bu vazifani o'zininki asosiy maqsadi qilgan islom bu haqda bizga yo'l yo'riq qilyapti aziz birodarlar. To'g'ri. Bugun dunyoda bir xabar bilan davlat bir-biriga keynini qilishib qolgan. Hatto har ayol o'zining telefonlarida kelgan uchurlari yoki ma'lum telefonlar orqali bir-biri bilan xaplashib qolgan. Balalar yetim bo'lib ketgan, uylar bo'linib, parchalanib ketgan, oilalar buzilib ketgan, mushundaq ahvollarni biz ko'ryapmiz. Bu nimadan? Shu telefonda kelgan uchurlar, WhatsAppda kelgan uchurlar yoki boshqa odamlar orqali anglagan xabarlar. Shu xabarga ishonib turib, sen o'zingning tunuşun, dostun, yakının, sevdişin ve etrafında aşı haberler bilen hüküm çıkarış, aşının haberler bilen qarash orqali mana bunu buzutgan ishlar o'tirib chiqqan. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda musulmonlarga nahayatda zirak, aqil bo'lishda, ishlarga oldirmaslikda alohida eskartidir. Mana bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala deydi: ey mu'minlar, bana ishonganlar, bu iman sufati bilan Allah bizni chaqirib turib gap qilishi, biz boshqa darslarimizda deganiga o'xshagan tuvanda deyilmoqchi bo'lgan so'z mu'min musulmonga deyiladigan so'z. Uni ijro qiladigan mu'min musulmon kishi, uni o'zining hayotiga tatbiqlaydigan kishi, bana ishongan kishi o. Kim men mu'min musulmon desa, bu ahlakını, bu ibadetini, bu muamelini özüge özleştirsin. Ve bunu kılsın. Ya ki bunu yansın. Eğer onun bilen benim Kur'an bilen alakam yok, Allah'ın sözü bilen alakam yok, ben iman, İslam, Müslümandaşılık bilen alakam yok deyip tunursa o kandaması bulunur. Onun aldığı isabba, aldığı cezaba deyip Allah Teala beni bu yerde bayan kılır. Bu iman sufati bilan chaqirishninki bizga beradigan ma'nosi bu. Agar sizlarga fosiq inja'akum fasiqun binaba'in, agar sizlarga fosiq bir xabar olib kelsa, fatabayyanu, sizlar u xabarni aniqlab boqinglar dedi Alloh taolo.
Xabarni aniqlab bakinglar. Tekshirib bakinglar. Bu xabar rostmi, yolg'onmi? Haqiqatan shundaqmi, emasmi? Bunisini bir aniqlab bakinglar, tekshirib bakinglar. Nima uchun? Fatusbihu an tusibu qawman bijahala. Sizlar bilmasdan shu xabargilam ishini, shu xabarninki qarablan bir millat, bir qavm, bir jamoaga ishning haqiqatini o'qimagan, tigini bilmaslik bilan uning yuz obro'ga chaqilib, uning mol hisobligiga chaqilib qilishingiz mumkin edi Allah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Natijada sizlar qilganingizga pushmon qilasizlar. İş aydınlaşkan vakitte, o haberinin yalğanlığı ispatlangan vakitte sizler özara pushmon qilasizlar deydi. Bu ayetin şu sebebi hakkında bir vakalık kelgenizdir birodarlar. Bu vakalıkni bir türküm ulamalar sahih dese, yeni bir türküm ulamalar bunu zaif degan. Her halde bu vakalıkni sahih ya bu vakalıkni sahih deganlar ko'p va tafsirlardimi buni ko'p og'irlik uchun men bu yerda deyishni to'g'ri topdim. Birinchisi, Banil Mustalaq qabilasininki raisi Haris Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan uchrashdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Harisga iymon islomga kirish da'vatini qildi. Haris musulmon bo'ldi, haqqa kirdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam onunğa İslam'ın hükümlerini bildirip zakat berishninki musulmonning vazifasi ekanligi, musulmon qiladigan muhim bir ibodat ekanligini Harisga deydi. Haris Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu chaqirig'iga yana labbay deydi. Çünkü iman etgandan keyin İslam tarafidan kelgan har qanday hukm, har qanday buyruq yoki cheklimini qabul qilish, qilmaslikda musulmonning ixtiyori yo'q. Çoxum o qabul qiladi va qilishi kerak. Haris Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ga deydi, men qabilamga berib kishilarni iymonga chaqiraman, islomga da'vat qilaman. Uning ichidan iymon, islomni qabul qilib haqqa kirgan kishilarning zakatini yig'iman va uni juglab bir yerga duylay. Palani ayının palani kuni siz mening qishimga adam avasda ya Rasulullah aşu yig'ilgan zakatni Madinaga olib kelgila, men uni o'zimga beray deb Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam bilan va'dalashadiz birodarlar. Va'dalashadi. Demak, asli islomda zakat musulmonlarning amiriga, imomiga yoki musulmonlar jamoatining beshiga beriladi. Her bir adam özü bilgen qo'shnisga, tuqqunga mana vermaydi onu. Şunun bilen Haris radıyallahu anhu Banil Mustalaqqa berib kishilarni haqqa da'vat qiladi, islomga chaqirdi. Nurg'un kishilar musulmon bo'ladi va zakatni yig'adi. Dal zakat yig'ib Resul Akram sallallohu alayhi va sallam bilen va'dalashgan kun kelgan vaqtda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning elchisi u kunda kelmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Valid ibn Uqba degan sahobini birib yig'ilgan zakatlarni ekilishga vakil qilib avatgan. Valid ibn Uqba o'ttir yo'lga berib ba'zi mufassirlarning deyishicha İkisinin o'ttirishda azroq bir adovat beydi degan gapmi bor. Yoki ba'zi mufassirlarning deyishicha Valid ibn Uqba qo'rqib qoldi. Hani men yolg'iz borsam, navada Haris iymon islomida tumay meni o'ltirib qolib qolsa, men qanday qilaman deb o'ttir yo'lga berib, o'ttir yo'ldan yenib keldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishig'a ular zakatni bergili unumidi yeni vaqtda gapidan deb Resul Akram sallallohu alayhi vasallamga buni dedi. Aziz birodarlar, Haris radhiyallohu anhu zakatni yig'ib shu kun kelgan vaqtda Payg'ambar alayhissalatu vasallamning elchisi kelmaganligi uchun Resul Akram sallallohu alayhi vasallam hech qachon va'dasiga xiloflik qilmaydigan,
gepidin yanmaydigan bir zat idi. Çokum bir iş buptu. Ya mendin g'azab tutib qapti, bana açıqlab qapti. Şunun için adam evetmedi. Bu yaxşılıkның bir alameti emas deb bir turkum kishilarni yig'ib zakatni o'z qo'limiz bilan Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning qishiga olib turaylik deb maqtadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Uqbadinki Valid ibn Uqbaning so'zini anglab, ularga qarshi qo'shin tayyorlaydi. Bularni bir iniqlayli, tekshirayli. Agar rostdan yenib olgan bo'lsa, buning uchun biz jazo yurgizamiz deb qo'shin tashkillaydi. Ular yo'lga chiqib mangan chaqda Haris radhiyallohu anhu bilan uchrashib, nega mangdi deydi. Voy Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'i zakatni olib bergandim. Rasululloh zakatni avatgili adam o'vatmoqchi edi. U adam kamidi. Kamigandikin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatni olib bergili mangan edim deb Rasululloh avatgan kishilar bilan uchrashdi. Neticede ahvalının Valid ibn Uqba radhiyallohu anhu deginidek bo'lmay g'alligini uqqan sahobalar hammasi birdek Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'iga yenib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Harisdan so'raydi: "Ey Haris, sana nima bo'ldi?" degan vaqtda Haris: "Ya Rasululloh, menga hech nima bo'lmadi. Sening avatgan elchilarini men ko'rmadim. Mening qishimga bormadi" degan chaqda Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu elchini chaqirib so'raydi. So'rgan vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga "Men qo'rqdim ya Rasululloh" deb javob berdi. Az birodarlar, Allah subhanahu va taolo mana bu oyatni shu vaqtda agar bir fosiq kishi xabar olib kelsa, sizlar uni aniqlab baqama deb bu oyatni tushuntirdi. Rasululloh shu vaqtda at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minash shayton, ig'ir bisqilib bu Rahman Taolo'dinken, aldıranqılık şeytandinken. Eğer men aldıraplam hüküm çıkargan bolsam, ya qo'shinni avatgan bolsam, ya ularni jazolanadi degan bolsam, cho'qim bu yerda bir pushmon va ig'ir xatolik chiqar ekan deb Rasululloh mana bayon qildi. Balkim bu bir sahobaga loyiq bo'lmagan ish bo'lish munosabati bilan bu yolg'on, bu xabar, bu qissa to'qilgan deyilishi mumkin. Ama Allah subhanahu wa ta'ala mana bundaq bir voqealarni o'ttirib chiqarish orqali ta qiyomat kuniga qadar bo'lgan musulmonlarga bir dars bermoqchi, qonun tuzum tuzmoqchi bo'lsa, Allah buni o'ttirib chiqaradi. Mana bu xabar bir qabila bilan yana bir qabila o'ttirsa urush, ziddiyat chiqarishga tasdiqlanadi. Shuning uchun musulmon aniqlash kerak. Her bir işini aniqlash kerak. Her qanday bir xabar kelsa, uni aniqlash kerak. Bu yerda Allah fosiq dedi. Endi siz 10 yil, 20 yil aralashgan yoki uninki haqiqiy bir ishonchlik, yolg'on gap qilmaydigan, ishkanlikni biladigan solih kishi xabar olib kelsa, siz u xabarga asosan hukm chiqarsangiz bo'ladi degan gap. Ama başkalarını çıkıp kelgan, g'ayvetini qilib kelgan, yomon gapini qilib kelgan, başkalarınınki yeni bir o'tirib birovning ustidan gap taqatqanligini olib kelgan kishi u fosiq hisoblanadi, birodarlar, islom dinida. Unda kishining xabarini cho'qim aniqlash, tekshirish muhim. Bo'libmi? Bu mana ish peshida turayotgan, mas'uliyat egilari bo'layotgan kishilar bu oyatga qattiq amal qilish lozim. Oila boshlig'i, jamiyatning yetakchilari, musulmonlarning imomlari uning bir ig'iz so'ziga minglab, millionlab inson ishonadigan bu kishilar har bir so'zini dalil, isbot ustiga, har bir so'zini hujjat ustiga qilish lozim, birodarlar. Anlaganning hammini demas kerak. So'ng Rasululloh kafal mar'a kaziban an yuhaddisa bima sami'a dedi. İnsanning anlığının hammini deb yurganligi uning yolg'onchi ekanligiga shu yetarli deb Rasululloh bayon qildi. Allah bu oyat karima orqali bizga eng muhim bir qoidani, qonunni bekitib berdi. Bu aniqlanmasizlar. Nima uchun
En tusibu kavmen bi cehala. Bunun neticesi sizi bir milletge, ya bir kabilege, ya bir kişiye bilmezden onun abrını çıkılıp kalısılar. Ya onun hakkında gap kılıp salısılar. Ya onunla karşı durursa dedi. Bana bugünkü günde bir telefon şagalliki sebeplik erlerden guman kılıp soğuşup üyünü buzup ketken aileler yoki birer bir uçur ayalığa telefonus arkalı kelgen bolsa onunga işinip turup ya birisi kopap sizni aileniz palani bilen gaplaşıp turvadı ya pustani bilen alakası eken degendek birer uçur bilen nurgun aileler buzulgan. Dostlar birbirisi bilen düşmanlaşken, ticarette şirkleşmanlarla şirkçilikten ayrılgan, nurgun cemaatle birbiri bilen düşmanlaşıp karşılaşkan bu şunda halga mana bu akbarattaki sahvellikimiz kelgen haberge qarta yittiklik aldırangılıkımız ziyanat kelgenizdir birodarlar. Biz bu ayet-i kerimege qattiq amal qilish lazım. Aldı deganimizda bugungi kunda axborot davrida, uçur davrida yaşayotgan mu'min musulmonlar cho'qim boshqalarga muomala qilishda, boshqalarning ustidan hukm chiqarishda yoki atrofimizga gap qilishda bu oyatga qattiq amal qilish lazım. Allah subhanahu ve taala bizge bu ayet arkalı pişmandan agalandırmadı. Sizler bunda kılsanız pişman kılmaysınlar. Hasret çekmeysizler, azaplanmaysınlar, kin nadamette kalmaysınlar dedi. Hem de bu iniklama degen iki işini iniklaş gerek. Birincisi şu kelgen haber to'g'ri xabarmi yoki to'g'ri xabar emasmi? Buni aniqlash. Ba'zida kelgan xabar to'g'ri chiqadi. Ko'pinimiz to'g'ri chiqadi. Ammo haqiqatida, tigida o xabarni bilish lozim. Masalan, hammadan masjidga kirib ketayotgan bir vaqtda bir kishi masjidga kirmay uyga kirayotgan bo'lsa, "Voy palonini men yaxshi odam deb o'ylaydim." Bu xili mu'min, muttaqi deb hisoblaydim. Bu kishi masjidga azan chiqayotgan, musulmonlar hammasi masjid tarafga borayotgan vaqtda uyga kirib ketayotganlikni men ko'ryapman desa, "Voy, namoz o'qimaydigan o'xshaydi bu." deb hukm chiqarib solishimiz mumkin. Aziz birodarlar, mana uning ras musulmonlar masjidga kirayotgan chog'da, azan o'qilayotgan chog'da masjidga kirmay uy kirib ketganligi ras bo'lishi mumkin. Ammo haqiqatida bu bir safardan kelgan bo'lsa, yoki tahorat yo'q uyga kirib ham tahorat qilib kim yetish olaydigan bo'lsa, yoki u bir musofir bo'lib ikki namozni jug'lab o'qib, bo'lgan namoz bo'lib qolgan bo'lsa, shuning uchun uyga kirib ketgan bo'lsa, u vaqtda biz o xabar ras bo'lsa-mu, haqiqatni bilmaganligimiz uchun yana uning ustida xato hukm chiqarib qolamiz. Bu Resul Akram sallallohu alayhi vasallamning zamonasidan bo'lgan. Payg'ambar alayhissalatu vasallam bir oqshimi Safiya radhiyallohu anhu bilan birga turib qoldi. Ikki kishi Resul Akram sallallohu alayhi vasallamning qishini o'tdi. Payg'ambarim to'xtanglar dedi. Bu mening ayolim Safiya dedi. Ular subhanalloh deb hayron qoldi. Rasululloh shayton insonning qon tumuri qon oqadigan tumuridan oqidi u. Sizga bir ko'ngillarga shak saq qo'yishi mumkin deb Rasululloh bu hadisda ishning haqiqatini, mohiyatini bayon qilib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning bir ayol bilan tug'anliq ras. Ammo atsi bir ayol bilan turib ekan degan gap chiqib qolmaslik uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ishning mohiyatini, haqiqatini bildirib qo'ydi birodarlar. Masalan, Ramazon vaqtlarida tamoq yeyotgan bir kishilarni ko'rishimiz mumkin.
Oy, palanı ruzu tutmaptı. Onun tamak yavatqanlık biraz, o xabar edi. Ammo o musafir bo'lishi mumkin. Yoki kasal bo'lishi mumkin. Ya ma'lum uzrlar sababli tutmagan bo'lishi mumkin. Mana bu haqiqatni ham bilmamiz lozim. Shunga Alloh subhanahu va taolo aniqlanganligini faqat xabarning rostmi, rost emasmi buni aniqlash bilan birga uning haqiqatini aniqlagan. Tigini aniqlansa deb Alloh bu yerda bizga bir ko'rsatma berdi birodarlar. Bugungi kunda ushur davrida yashayotgan vaqtda chiqayotgan xabarlarga, berilayotgan fatvolarga yoki deyilayotgan so'zlarga yoki igisi noma'lum yozmalarga ergishib turib musulmonlarni yoki o'zaro bir-birimizni qorlaydigan, ayiblaydigan, uning haqqida fitnalarni tarqatadigan, gap so'z qiladigan ishlardan chuqur bir mu'min musulmon bu oyatni o'ziga o'lcham qilishi lozim o'zimlar. Uning g'aybatini qilish, uning obro'yini tushirish, uning izzat hurmatini dafsanda qilish va nurg'ulg'an ziyonlarni silish mumkin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Siz o vaqtda pushmon qolasizlar deydi. Shunga har bir ishda aniqlashni, tekshirishni asos qilishimiz lozim. Bu oyatga bo'libmi har bir ish pechidagi kishilar intayin qattiq amal qilish lozim. Bugun bizga xabar yetayotgan xabar kanallari bo'lsin, xabar manbalari bo'lsin, bu bizning qo'limizdagi xabar emas o. Haqiqiy Allohga iymon etgan, Allohning payg'ambariga iymon etgan, so'zida rostli bo'lish, xabarida rostli bo'lish, amaliyatida rostli bo'lishni asosiy o'lcham qilgan bundoq manbani bugun bekor bo'ladi. Bir jamoatni yana bir jamoat uni ayiblayotgan, davlat o'ziga qarshi chiquvchilarga har xil atalg'u nomlarni qo'yayotgan, jamoat yana o'zining maydon masalalarida, fikr masalalarida, mavqelarida bir-biriga muxolif bo'layotganlarni uningga hukm chiqarib, uningga qarshi uchur tarqatayotgan shaxslar o'ziga qarshi chiqqan kishilarga qarta uningga qarshi uchur tarqatayotgan mana bu davrda biz uchurlarga intayin salmoqlik bilan shundaqla oldirmaslik bilan muomala qilish lozim. Uni aniqlash, tekshirish lozim. Chunki tunugun deyilgan gapga bugun inkor qilayotgan, tunugun chiqayotgan uchur bugun yolg'on bo'layotgan. Bu shunday bir dunyoda biz yashayapmiz dedi birodarlar. Biz buni ko'ryapmiz. Anglagan xabarlarimiz bilan o'zimizning do'stlarga tuhmat qilyapmiz. Yaqinlarimizga gumonxo'rlik bilan qarayapmiz. Atrofimizdagi kishilarga qarshi chiqyapmiz. Bu orqali jamiyat, oila, har bir munosabat ziyon uchraydi. Islom musulmonlarning o'rtasidagi munosabatni chingitadigan har qanday so'z, harakatni ibodat degan birodarlar. Bu bir prinsip. Ammo musulmonlarning o'rtasidagi do'stlik, qarindoshlik munosabatni buzadigan har qanday ishni uni cheklagan, to'sqan va uni qattiq ayblagan birodarlar. Shu aql kishi uningga xabar yetgan chag'ida boshqalarga shak, gumon bilan qarashdan burun kelgan xabarni u aniqlaydi. Oldi bilan aniqlaydi. Bir odamning xabarini anglab, o'zining do'stiga, yaqiniga yo birovga gumon bilan qaramaydi. Aniqlashga boshlaydi, tekshirishga boshlaydi. Dalil, isbot bilan uningga maydon muomalani o'zgartiradi birodarlar. Shunga aniq dedi, an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
anlagan haberde aldırganlar o da çok pişman kılıdır. Allah subhanahu ve teala hemimizni bu ayetke amel kılgını nasip kılsın. Allah Teala hemimizni hak yolda müstehkem kılsın. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.